Sendan hech narsa kutmayman. Na izoh, na tushuncha, na uzr, hech narsa. Ammo ichimdan bir umid bor. Balki bir kun tongda uyg'onib, o'zingga shunday savol berarsan. Nega unga bunday munosabatda bo'ldim? Balki o'sha payt eslarsan. Seni tushunishga harakat qilganimni, jim turib ko'p narsani yutganimni, ayrim gaplarni aytmasdan ichimga yutganimni. Chunki ba'zi insonlar qadrni yonimizda bo'lganida emas, yo'qotganidan keyin tushunadi. O'shanda ehtimol kech bo'lar, ammo savol baribir yuragingda qoladi. Nega men uni qadrlamadim? Men esa o'sha payt allaqachon sukutni tanlagan bo'laman. Chunki ayrim javoblar kech topilgani uchun emas, kechikkanidan keyin endi hech narsani o'zgartira olmasligi uchun og'riqli bo'ladi.